Rahmat. Omonatdor degani aytsa, siddiq bilan omonatdor darajasi bir xilda. Nima degani aytsa, qo'l bilan tuzalib ketadigan bemorga sana operatsiya qilishimiz kerak ekan degan shifokor hech qachon omonatdor bo'lmaydi. Lekin operatsiyani yengil bilan tuzalib ketadigan odamga sani 5 soatli operatsiya qilmasak tuzalmaysan deydigan shifokor ham omonatdor bo'lmaydi. Haqiqiy omonatdori Rasululloh aytganlar, omonatdor shifokor deganlar jahannamda yonmaydi uni jasad deganlar. Jahannamda yonmaydi. Alloh harom qilgan shifokorlarga, musulmon shifokorlarga. Bu omonatdor shifokor bo'lish kerak deganlar. Omonatdor shifokor nima degani desa, dori bilan tuzadiganga dori yozadi, operatsiya bilan tuzadiganga operatsiyani taklif qiladi. Spenkani tavsiya qilganimiz yaxshi bo'lgan ekan, chunki o'sha spenkani o'zi ham ancha tilimni qilib qo'ydi, nima deydi, aylantirmay qo'ydi-da. Ana o'pishni olganimizda vaqti qiynalib qolar ekanmiz. Alloh rozi bo'lsin. O'zi rozi qilsin. Yaxshi ko'radi, yaxshi. Sog' bo'ling.